Okajon, o'zim mashinam kreditda edi, zo'rg'a taksi qilib oilamni boqaman. Kelishtirib bir yordam qilib bering. Jon aka, iltimos sizdan. Bo'ldi, okajon, odamni yaxshilik qoladi-yu. Bu tashib ketavering, aka, chiroyli qilib beraman, arzon qilib, aka. Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Ali. Qaralaring, mashinani ustiga berdimda, bitgandan keyin kelganda buni ham yukibga chiqarib yuborgan. Ana Malibuning egasi nima cho'zyapti? Aytlaring, arendani pulini vaqtida bersin. Bo'ldi, okajon, 4 million so'm qilib beramiz, chiroyli qilib beramiz, aka. Aka, pul umuman ahamiyati yo'q, qilavering. Oxirida bab aldab bahona topib, pulini bermay uxlatib ketaman. Aka, mana shu mashinamni zo'r qilib berasizmi? Bunda qaraganda bilinmaydimi qilingani? Bunaqa jasiz xohlaganchalik chiqmaydi. Unchumcha odam sal bilib turadi, aka. Aka, mashina zarulda, rosa 3 kunda qilib bersangiz tashib ketaman. Bo'ldi, okajon, yechintirib qo'yaman, qo'lingiz yaxshi kelmaydi, pulingizni olib qo'yaman deb cho'zib bir katta qilib beraman, okajonim. Aka, ustamisiz? Labi, keling, aka. Shu mashinani sotib olman. Chiroyli qilib sepib bering, bozorga olib chiqib, radnoy deb aldab sotishim kerakmi? Xo'p, aka, mashinam zo'r chiqadimi? O'zingiz qilasizmi? Ha, yo'q, men dam olaman, anchadan beri ishlayapman. Shogirdlarimga beryapman, bir amallab chiqarib berishyapti, aka. Va, ezvordi mana shu ham. Pulini so'raverib. Ali. Aka, kattaga pul tushmadi-yu, 4 kun bo'lib ketdi-yu, tashiyman degan edingiz, aka. Unaqa emasda. Aka, qarang, qo'llaganingizni hali ham bilmayapsiz. Kartami o'zi yo'q, qayerdan pul tushadi sizga? Bo'ldi, bu nomerni unuting. Insof o'zingizga bersin, yaramayapti. Ustaka, yaxshi chiqdimi? Yangi banfer qo'yib yubordingizmi? Qatiyinga qo'yaman. Nimaga qo'yaman? O'zini qilib berib Zo'r chiqdi mana. Yengil pulni zat cho'mchimga solib. Albatta, ko'ngilga yoqimli kayfiyatni ko'taramizda. Bu videoni olishimizdan maqsad shunaqa yolg'onchilar, ya'ni moshenniklar shu videoni ko'rsin-da, o'zini asli basharasini shu video orqali ko'rsin degan maqsadda oldik. Hammaga, ya'ni hammamizga insof bersin Alloh.